Hammaga assalomu alaykum. Og'riqli mavzularni davom etamiz. Manzilimiz uzoqroq edi. Bir yildan beri shu haqida video qilaman, ozgina gapirib o'tishim kerak dedim. Hech o'zimda jur'at topa olmayotgandim. O'z kadrlar ham qo'yaman. Lekin o'sha kechki payt men bu baliq mavzusidan keyin o'sha to'g'risida chidolmadim, shuni gapirmasam bo'lmaydi. Hurmatli mashinani ichida laganlar bilan yoki qatlardadir laganlar bilan oshalab go'shtlarni, qanaqadir qimmatbaho ovqatlarni yeyotgan, shuni orqasidan video qilayotgan, kontent qilayotgan blogerlar. Ayniqsa hozir kadrlarimni qo'yaman, juda ko'payib ketibdi. O'zim bir 100 tadan ko'pini ko'rdim. 100 xil ayol kishini baliq yegan videosini ko'rdim. O'sha trenddagi balonni yeb ko'ramiz. Voy. Sizlar bilan eng trendga chiqqan baliqimiz. Bu trendni qaytarmasam bo'lmasdi. Hattoki men shuncha pulim, shuncha imkoniyatlarim bor inson, xarajatligimda shu baliq turibdi, uni ham kadr bo'lsa qo'yaman. Yemayman-da, yeb to'yib bo'lganmiz, qiziq emas. Lekin shunaqa mikrofon bilan chalpillatib yeyaptiki, haligi joyda qorningiz to'q bo'lsa ham bitta tishlab ko'rgingiz keladigan darajada shu ovqatlarni oshalab yeyotgan va shuni video qilayotgan hurmatli blogerlar, do'stlar, sizlarga savolim bor. Sizlar hayotinglar davomida o'zi xabar bo'lmaylar, hozir og'ir gap gapiraman. Biron bir xarajatligida sichqon o'zini osib qo'ygan, ya'ni qo'polroq bo'lib ketgandir. Hattoki xarajatligi yo'q oilalarga hatto necha mingta borgan ehsonimizdan hatto bittasiga borib ko'rganmisizlar? Sizlarga savol. Sal men shunaqa ovqat dasturxoni oldida o'tirishda har doim qo'rqaman videoga olishga. Mana 2 kun oldin Nodirjon degan ukamiz tug'ilgan kuniga bordik, dasturxonga boshlab qildilar boshqa. Endi ilojim yo'q, tabriklashim kerak. O'sha yerda ham boshida aytibman. Bunaqa dasturxon atrofida o'tirayotgan insonlar, meni kechiringlar. Bugun bir yig'ilib qolibmiz deb tortinib 10 yilda bitta video qo'ydim, ya'ni ovqat ustida. Men bu blogerlar shunaqa ovqatlarni oshalab, mana shunaqa qilib baliqlarni yeyapti, qizlar yana mikrofon asmarmi degan narsa qilishar ekan-ku, chalpillatib yeyish kerak, asarmi degan narsa qilish kerak. Shu endi shunaqa tomog'idan g'ult etib o'tayotgan, nima deydi, luqma deydimi?